barchaga salom akalar, sizlar bilan men Dekirmaykira va bugun biz horror mod bilan birgalikda o'ynaymiz. Bitta obunachimiz horror mod bilan o'ynang deyildi va mana do'stlar video sal olmay qolibdi-da, uzr. Men bu yerga nechalik harakat qilib keldim, gapirdim, ammo olinmay qolibdi. Hattoki golemni ham o'ldirdim. Ko'chaga chiqishga sal qo'rqaman, sababi tashqarida o'sha yovuz mob bor. Qani ekan endi u? Ovozni balandlashtiramiz. Oho. Sal qattiq bo'lib ketibdi. Ovozi bo'ldi, pastroq qo'yamiz. Hoy, kattasan, chiqa qol. Akang shu yerda. Qochib ketibdi-ku. Do'stlar, mening qo'limdagini ko'rib qochib ketibdi. Menda 3 ta qurol bor. Mana yana bittasi ham bor. Kattasan, qo'rqoq. Yoki qishloqqa ketishga qo'rqasanmi? Mayli do'stlar, qishloqdan chiqishga majburmiz. Bitta fakil olib oling. Voy, anashim. Yuragimni yordi, bo'pti, mana fakilni chap qo'limga olib oldim. Shunda bir chopni yotib turadi. Nimagadir maxluqlar ham yo'q. Xo'sh, nimaga maxluqlar yo'q? Mayli, qishloqqa qaytamiz. Samon. Ajoyib samonni olib olamiz. Xo'sh, men u maxluqdan qo'rqmayman. Sababi menda qurollar ko'p. Ammo u mendan qo'rqyapti. Sababi u yo'q. O, maxluqlar ham paydo bo'lishni boshlabdi. Salom zombi. Albudo zombi. Ya. Tegmadi hech qisi. Nimaga tegdi? Shu yerga kelsang bo'lasan. Nima? Suvga bor tegyaptimi? Mana. Xo'p, mayli, o'qlab olamiz. Nimaning ovozi edi? Sizlar ham eshitdingizmi? Biron nima qichqirdi. Shunday borib yoniga tegyapti. Mayli, boshga otib qolaymiz. Do'stlar, u g'ana uyda paydo bo'lib, so'ng g'oyib bo'ldi. Shu yerdansan, maxluq. Mayli, sal qo'rqyapman, ammo qo'rqqan mayli, qo'rqmaymiz. La'nati onasini Endermenga ham otamanmi? Endermenga o'q ta'sir qilmaydi. Kirish yo'l yerda. Shu yerdamisan? La'nati, do'stlar, biz o'lib qoldik. Endermenning ko'ziga qarab qo'ydim-da. Yomon uyatchang shu ko'ziga qarasang tezda yugurib keladi oldimizga. Xuddi SP076 ga o'xshab uyatchang yigit. Mayli.
Oo. Ikkita skelet meni kutib olishdi bu yerda. Mayli narigi tarafga o'tib olamiz. Voy mana. Suvdan o'tib olamiz narigi tarafga. Nimagadir portla. Portlashdan oldin o'ldirib qo'ydim. Mayli. Nima? Sizlar ham eshitdingizmi? Birov nima tak tuk qildi. Ana u do'stlar. U shu yerda. Granata. Qochish kerak. Katta u. Granata. Ovoz baland ekan do'stlar. Bo'pti, tanagaman sal bo'lsa ham qo'rqdim. Bu modni taniganlar bo'lsa, kommentariyaga yozing. Bo'pti, o'zim aytaman. Bu o'sha Reker o'ynagan mod. U menga qarab yo'q, 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 yo'q. Qochish kerak, qochish kerak, qochish kerak. Qoch. Qanasan? Yo'q. Granata. U meni o'ldirdimi? Duxu yetdimi? Meni o'ldirishga hozir qo'yaman. Nima ishlamabdi? Mana ishlab ketdi. Qani u? Meni o'ldirishga duxu yetgan. Shunchaki unga rahmim keldi. Bo'pti. Hozir u bilan bir gaplashib olamiz. Bu yaramas mod bilan qurol bilan o'ynash xavfsiz deb o'ylovdim. Ammo shundan ham meni o'ldirib bildi. Lekin men videodan tashqarida uni qurol bilan o'ldirdim. Bu juda ham oson edi. Ammo men qalash bilan o'ldirdim uni. Qalashni olish esdan chiqdi-ku. Mayli. O'sha Redwood kanu la'nati g'oyib bo'ldi. Do'stlar, mana bu narsa bilan uni bittada o'ldirsa bo'ladi. Ammo u ko'rinmayapti, yaramas. Hattoki bu Vardinni bittada o'ldiradi. Endi Dragonda ikkitada. Bu maxluq hech nima buning oldida. Qani u? Qani kela qol endi. Sen bilan Saurda urushamiz. Saur bu mana shu qo'limdagi qurol. U bilan birgalikda urushamiz. Kripperlar. Salom kripperlar. Mana do'stlar, bu qurolning animatsiyasi ajoyib qilib yaratishgan animatsiyani ham. Ana endi buniki hozir mana buning ham animatsiyasi. Ikkisiniki deyarli bir xil. Bonusda bir xil desa ham bo'ladi. Nima buning animatsiyasi yo'qmi? O mana ajoyib.
Shu animatsiyaga 5 ketamanda. Juda ham ajoyib ko'rinadi. Bo'pti, buni o'qlab olish kerak. Xo'sh, bunda o'q yo'q o'zi. VIP otadi, VIP. Nimagadir maxluqni boyadan beri kutyapman, ammo hali ham kelgani yo'q. Boya tezroq keluvdi. Maxluq. Maxluq oyu. Maxluq oy. Maxluq oy kattasan. Maxluq oy. Boshingdan tegdi-ku. La'nati, uning boshidan tegdi, ammo o'lgani yo'q. Maxluq oy shvetdamiring? Mayli, mana bu qurol hattoki rudalarni ham pishirib beradi. Voy, ruda deyapman, siz. Faqat u ovqatlarni pishirib bera oladi. Qandaydir qo'ydimi, sigirdimi o'ldirsak, uning go'shti pishirilgan bo'ladi. Mayli, maxluq oy yo'q. Ko'rinmayapti. Maxluq oyni qidirib ketdik unda do'stlar. Yana o'sha ovoz. Kimdir hushtak chalyapti. Kechasiga kunduzi chalsin. Ko'rasizlarmi do'stlar? Uning boshiga otibman, ammo u o'lmayapti. O'q yo'q ekan. Nimaning ovozi-yu? Nima? Hozirgina kunduz bo'lib oldimi? Ozgina vaqtga hozirgina kunduz bo'lib oldi, ko'rgan bo'lsak. Va tong ham otibdi. Mayli, bu horror o'yin bo'ladi deb o'yladim, ammo qo'rqqanim yo'q. Mana ko'rayotganingizdek, o'sha obunachimizga ham mana obuna bo'lib qo'yaman deydi. Mana ko'rayotganlardek horror mod bilan o'ynadim, ammo hech ham qo'rqqanim yo'q. Qo'rqinchli hech nima bo'lgani yo'q. Mayli. Minecraftda qo'rqadigan narsaning o'zi yo'q. Minecraft bu oddiy, asabsizlar, kulgili. Yana shunday bo'lib oldi. Mayli. Nima? Shu yerda hozir nimadir turgandek edi. Mayli, sal g'alati o'yin bo'ldi. Magnetit bu kerak bo'ladi albatta. Ammo men hech ham qo'rqqanim yo'q. Bu Minecraftda mendan qo'rqishadi. Bitta paydo bo'ldi-yu, boshqa paydo bo'la olmadi. Duh ham etgani yo'q. Eng qizig'i harta qo'yib qo'yibman men. Nima bo'la, hardcore'da o'ynash kerakmi bu bilan? Duhaman kazon. Salom Creeper. Shunchaki bular oddiy bot. To'xta, zombining bolasining ovozi kelyapti. Sal qolsa portlab ketar ekanman. Men atga 2 marta oldim, 1 marta Endermandan, 1 marotaba
o'sha Yovuz mobdan hechqisi yo'q. Barchaga xayr do'stlar.